Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videoda biz hammamizni bevosita qiziqtiradigan, hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan g'oyat muhim yangilikni muhokama qilamiz. So'nggi paytlarda ko'pchiligimiz nafaqaga chiqishdan keyingi moliyaviy ahvolimiz haqida qayg'uramiz. Ko'pincha eshitamizki, avvalgi pensiya tizimi unchalik samarali emas edi. Hisob-kitoblar murakkab. Olinadigan mablag'lar esa hayot darajasini to'liq qoplay olmasdi. Bu ko'plab oilalar uchun og'riqli nuqta edi. Chunki odamlar umr bo'yi qilgan mehnatlari evaziga munosib ta'minotni ta'minlay olmasligidan xavotirda edilar. Ammo bugun men sizlarga shunday bir xushxabarni yetkazmoqchimanki, bu xavotirlarning aksariyatini yo'qqa chiqaradi. Hukumatimiz tomonidan yangi tasdiqlangan tartibga ko'ra, endilikda fuqarolarimiz nafaqaga chiqqanlarida bir emas, balki 3 yil turdagi pensiya olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu shunchaki pensiya miqdorini oshirish emas, balki butun tizimni tubdan qayta qurishdir. Bu o'zgarish har birimizga yoshingizdan, kasbingizdan qat'iy nazar tegishli. Shuning uchun hozirda qulay o'tirib, oling va diqqat bilan eshiting. Agar bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lsa, kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shunday muhim va amaliy maslahatlarni taqdim etishga motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi, keling, avvalgi vaziyatga bir nazar tashlaylik. An'anaviy pensiya tizimimiz asosan yoshga doir yagona davlat pensiyasidan iborat edi. Bu pensiya fuqaroning ma'lum bir yoshga yetishi va belgilangan minimal ish stajiga ega bo'lishi asosida hisoblanardi. Pensiya miqdori odatda oxirgi ish haqi yoki ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqiga va umumiy ish stajiga bog'liq bo'lardi. Garchi ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, harbiy xizmatchilar yoki nogironligi bor shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar yoki alohida pensiyalar mavjud bo'lsa-da, aholining asosiy qismi uchun bu yagona manba edi. Bu tizim bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Birinchidan, pensiya miqdori ko'pincha inflyatsiya ortidan qolib ketardi va fuqarolarning hayot sifatini to'liq ta'minlay olmasdi. Ikkinchidan, hisob-kitoblar ba'zan murakkab bo'lib, odamlar o'z pensiyalarining qanday shakllanayotganini tushunishga qiynalardilar. Uchinchidan, ba'zi hollarda norasmiy ish staji yoki hujjatlardagi kamchiliklar tufayli odamlar munosib pensiya olish imkoniyatidan mahrum bo'lardilar. Bu esa kelajakka nisbatan xavotir va ishonchsizlikni kuchaytirdi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi tizim bir necha bosqichli yondashuvni taklif etadi. Bu shunchaki yagona pensiya miqdorini oshirish emas, balki fuqarolarning nafaqa davridagi moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan yangi diversifikatsiyalangan mexanizmlarni joriy etish demakdir. Bu o'zgarishlar fuqarolarning nafaqaga chiqqanida faqatgina davlat ta'minotiga bog'liq bo'lmasdan, balki o'z mehnat faoliyatlari davomida qilgan shaxsiy jamg'armalari va jamiyat oldidagi alohida xizmatlari uchun qo'shimcha rag'batlantirishlarni ham olishlari mumkinligini anglatadi. Bu o'zgartirishlar nafaqat adolatliroq, balki shaffofroq va barqarorroq pensiya tizimini yaratishga qaratilgan. Davlat endi faqat bir turdagi yordam ko'rsatishdan, balki fuqarolarning individual hissalari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ko'p qirrali qo'llab-quvvatlash tizimiga o'tmoqda. Bu tizimning asosiy maqsadi har bir nafaqaxo'rga munosib keksalikni ta'minlash va ularning moliyaviy mustaqilligini oshirishdir. Birinchi pensiya, davlat yoshga doir pensiyasi asosiy tayanch. Keling, birinchi pensiya turi, davlat yoshga doir pensiyasi haqida batafsil gaplashamiz. Bu pensiya tizimining asosiy poydevori bo'lib, har bir fuqaro uchun kafolatlangan minimal daromad manbai hisoblanadi. Bu pensiya avvalgi tizimdagi yagona pensiya turiga o'xshaydi, ammo uning hisob-kitob mexanizmlari yanada aniqlashtirilgan va adolatliroq qilingan. Bu pensiyaga kimlar haqli? Erkaklar uchun 60 yoshga, ayollar uchun esa 25 yoshga to'lgan, shuningdek belgilangan minimal ish stajiga ega bo'lgan barcha fuqarolar ushbu pensiyani olish huquqiga ega. Erkaklar uchun minimal ish staji 25 yil, ayollar uchun esa 20 yil etib belgilangan. Bu talablar demografik vaziyatni, mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini va aholining mehnat faoliyatidagi ishtirokini hisobga olgan holda o'rnatilgan. Ya'ni, davlat har bir fuqarodan ma'lum bir muddat davomida iqtisodiyotga hissa qo'shishni talab qiladi va buning evaziga ularga keksalikda munosib ta'minotni kafolatlaydi. Bu qanday hisoblanadi? Davlat yoshga doir pensiyasi miqdori asosan 2 omilga bog'liq. Fuqaroning mehnat faoliyati davomidagi o'rtacha oylik ish haqi va uning umumiy ish staji. Pensiya hisob-kitobi uchun odatda
ish haqi bo'yicha eng yuqori daromad olingan ketma-ket 5 yil yoki oxirgi 10 yil ichidagi istalgan 5 yilning o'rtacha ko'rsatkichlari inobatga olinadi. Bu esa odamlarga maoshlari yuqori bo'lgan davrlarni tanlab, pensiya miqdorini maksimal darajada oshirish imkonini beradi. Har bir yil staji uchun pensiya miqdoriga ma'lum bir foiz qo'shiladi. Masalan, minimal talab qilingan stajga ega bo'lgandan so'ng qo'shimcha har bir yil ish staji uchun pensiyaga bazaviy miqdorining ma'lum bir foizi qo'shiladi. Shuningdek, pensiyaning minimal va maksimal miqdorlari qonun bilan belgilab qo'yiladi. Bu pensiyalar har yili inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda indeksatsiyalanadi. Ya'ni ularning xarid qobiliyatini saqlab qolish uchun oshirib boriladi. Kimlarga taalluqli? Bu pensiya turini olish huquqi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon yetgan barcha fuqarolarga taalluqlidir. Shuningdek, uzoq yillar rasmiy ishlagan va barcha ijtimoiy ajratmalarni to'lagan shaxslar uchun juda muhimdir. Misollar: Irim Ahmad aka 32 yoshda. Uning umumiy ish staji 30 yilni tashkil etadi. Oxirgi 10 yil ichidagi eng yuqori 5 yillik o'rtacha oylik ish haqi 30 ming so'm bo'lgan. Qonun bo'yicha 25 yillik staj uchun pensiyaning asosiy qismi hisoblanadi va har bir qo'shimcha yil Ahmad akaning holatida 5 yil uchun pensiyaga belgilangan foizda ustama qo'shiladi. Demak, Ahmad aka nafaqat asosiy pensiyani, balki qo'shimcha staji uchun ham ancha sezilarli ustamani oladi. 2. Dilbar opa 27 yoshda. Uning umumiy ish staji 22 yil. Oxirgi 10 yildagi eng yuqori 5 yillik o'rtacha ish haqi 2000 ming so'm. Dilbar opa minimal ish stajidan 20 yil 2 yilga ko'proq ishlagan. Uning pensiyasi hisoblanayotganda ham asosiy bazaviy pensiyaga ham qo'shimcha 2 yillik staji uchun ustama qo'shiladi. Bu shuni anglatadiki, minimal talablarga yaqin stajga ega bo'lganlar ham qo'shimcha yillari uchun mukofotlanadi. Ikkinchi pensiya. Jamg'arib bo'ladigan pensiya shaxsiy hissangiz. Endi ikkinchi turdagi pensiya jamg'arib bo'ladigan pensiya haqida. Bu tizimning eng innovatsion va shaxsiy javobgarlikni oshirishga qaratilgan qismi hisoblanadi. Jamg'arib bo'ladigan pensiya davlat pensiyasidan farqli o'laroq bu sizning shaxsiy hisobingizda to'plangan pullardir. Bu pullar sizning mehnat faoliyatingiz davomida sizning yoki ish beruvchingizning majburiy yoki ixtiyoriy badallari hisobidan shakllanadi. Boshqacha qilib aytganda, bu sizning kelajagingiz uchun bugundan boshlab o'zingiz ekkan urug'ingizdir. Bu nima? Bu asosan sizning shaxsiy pensiya hisobingizda yig'ilgan mablag'lar bo'lib, ular vaqt o'tishi bilan investitsiyalar hisobiga o'sib boradi. Davlat bu mablag'larni ishonchli va shaffof tarzda boshqarishni kafolatlaydi. Ularni maxsus jamg'armalarda saqlaydi va inflyatsiyadan himoyalash maqsadida investitsiya qiladi. Lekin asosiy e'tibor bu sizning shaxsiy mulkingiz bo'lib, pensiya yoshiga yetganingizda sizga qaytariladi. U qanday ishlaydi? Ish beruvchilar har oy sizning ish haqingizdan ma'lum bir foizni odatda iri ehmati jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga o'tkazadilar. Ba'zi hollarda fuqarolarning o'zlari ham ixtiyoriy ravishda qo'shimcha badallar kiritishlari mumkin. Bu mablag'lar alohida shaxsiy hisobingizda to'planadi va davlat tomonidan boshqariladigan investitsiya vositalariga yo'naltiriladi. Bunday investitsiyalar odatda xavfsiz va barqaror bo'ladi. Masalan, davlat qimmatli qog'ozlari yoki yirik ishonchli loyihalar. Natijada sizning hisobingizdagi pul miqdori nafaqat siz kiritgan badallar hisobiga, balki investitsiyalardan olingan foyda hisobiga ham ko'payib boradi. Bu murakkab foizlar compound interest tamoyili bo'yicha ishlaydi. Ya'ni vaqt o'tishi bilan kichik badallar juda katta summaga aylanishi mumkin. Kimlarga haqli? Jamg'arib boriladigan pensiya yoshiga yetgan barcha fuqarolar. Agarda ular mehnat faoliyatlari davomida ushbu jamg'armaga badal to'lagan bo'lsalar, haqli hisoblanadilar. Bu tizim ayniqsa hozirda yosh yoki o'rta yoshda bo'lgan, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lishni rejalashtirayotgan fuqarolar uchun juda foydalidir. Chunki ular qancha uzoq muddat badal to'lasalar, ularning jamg'armalarida shuncha ko'p pul to'pladi. U qanday hisoblanadi? Jamg'arib boriladigan pensiya miqdori sizning shaxsiy hisobingizda to'plangan umumiy summaga bog'liq bo'ladi. Pensiya yoshiga yetganingizda siz bu pullarni bir yo'la lump sum olishingiz ma'lum bir muddat davomida, masalan 5 yil oylik to'lovlar shaklida olishingiz yoki umrbod annuitet hayotingiz oxirigacha har oy ma'lum miqdorda ko'rinishda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Har bir variantning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor.
Siz o'zingizning ehtiyojlaringiz va moliyaviy maqsadlaringizga mos keladiganini tanlashingiz mumkin. Bu sizga pensiya davrida moliyaviy rejalashtirishda katta erkinlik beradi. Misollar 3 Sarvar 25 yoshda. U 20 yildan beri rasmiy ishlaydi va har oy uning ish haqidan 100 bin so'm jamg'arib bo'riladigan pensiya hisobiga o'tkaziladi. Agar u 60 yoshgacha shu tarzda badal to'lashni davom ettirsa va hisobdagi pullar yilga o'rtacha 8 mahkamada daromad keltirsa, uning pensiya hisobida 100 millionlab so'm yig'ilishi mumkin. Bu summa uning davlat pensiyasiga juda katta qo'shimcha bo'ladi va pensiya davrida unga sezilarli moliyaviy erkinlik beradi. 4 Gulnora 28 yoshda. U uzoq yillar norasmiy ishlagan, ammo oxirgi 5 yil ichida rasmiy ishga o'tib, jamg'arib boriladigan pensiyaga badal to'lagan. Uning hisobida tabiiyki Sarvarnikidan ancha kamroq, masalan, 25-20 million so'm to'plangan bo'lishi mumkin. Garchi bu summa katta bo'lmasa-da, u baribir Gulnoraning davlat pensiyasiga qo'shimcha bo'lib, uning nafaqa davridagi daromadini oshiradi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto qisqa muddatli badallar ham foydasiz emas, ammo ularning miqdori badal muddatiga bevosita bog'liqdir. 3-pensiya. Maxsus xizmatlar yoki uzoq ish staji uchun qo'shimcha pensiya nihoyat. 3-turdagi pensiya. Maxsus xizmatlari yoki uzoq ish staji uchun qo'shimcha pensiya. Bu pensiya tizimining eng hurmatli va rag'batlantiruvchi qismi bo'lib, davlatning o'z fuqarolarining jamiyat oldidagi alohida xizmatlarini yoki g'ayritabiiy uzoq mehnat faoliyatini e'tirof etishidan dalolat beradi. Bu shunchaki moddiy yordam emas, balki shaxsning jamiyat rivojiga qo'shgan ulkan hissasiga beriladigan yuksak baho va minnatdorchilikdir. Bu nima? Bu 1-2 pensiya turiga qo'shimcha ravishda beriladigan maxsus to'lovdir. U davlatning o'z faxriylar, fidoyi xizmatchilari va juda uzoq muddatli ish stajiga ega bo'lgan fuqarolariga nisbatan ko'rsatadigan ehtiromi va g'amxo'rligining ifodasidir. Bu pensiya turining maqsadi jamiyatning har bir a'zosi o'zining mehnatsevarligi va sadoqati uchun munosib ravishda mukofotlanishini ta'minlashdir. Kimlarga haqli? Bu pensiya turi cheklangan doiradagi fuqarolarga beriladi. Unga quyidagilar haqli bo'lishi mumkin. O'zbekiston qahramonlari, O'zbekiston Respublikasining xizmat ko'rsatgan arboblari, fan, madaniyat, san'at va sport sohasidagi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari va mehnat faxriylari, shuningdek fashistik konslagerlarning sobiq asirlari, nogironligi bor shaxslar, ayrim toifalari, belgilangan minimal stajdan ancha ko'proq, gatam yildan ortiq erkaklar uchun yoki 35 yildan ortiq ayollar uchun uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar, o'ta xavfli yoki og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, masalan, konchilar, kimyo sanoat ishchilari, davlat mukofotlari, orden va medallarga ega bo'lgan shaxslar. Bu toifalar davlatning alohida e'tiborini talab qiladigan, jamiyatning ustunlari bo'lgan shaxslarni qamrab oladi. U qanday hisoblanadi? 3-pensiya turining miqdori odatda davlat tomonidan belgilangan qat'iy ustama yoki 1-pensiyaning ma'lum 1% sifatida hisoblanadi. Bu to'lov har 2 asosiy pensiya, davlat yoshiga doir va jamg'arib boriladigan ustiga qo'shimcha ravishda amalga oshiriladi. Ya'ni bu mablag'lar mavjud pensiyalaringizni kamaytirmaydi, balki ularni sezilarli darajada oshiradi. Har bir kategoriya uchun o'ziga xos hisob-kitob qoidalari bo'lishi mumkin, ammo ularning umumiy maqsadi alohida xizmatlarni munosib taqdirlashdir. Misollar 5. Bobur aka 70 yoshda. U uzoq yillar armiyada xizmat qilgan. So'ngra ilm-fan sohasida faoliyat yuritib, O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Bobur aka albatta davlat yoshiga doir pensiyasini o'zining jamg'arib boriladigan pensiyasini oladi. Bundan tashqari, uning O'zbekiston qahramoni unvoni uchun qonun bilan belgilangan maxsus qo'shimcha pensiya to'lovi mavjud bo'ladi. Bu unga munosib keksalikni va jamiyatda yuksak hurmatni ta'minlaydi. 6. Nigora opa 65 yoshda. U 15 yil davomida uzluksiz o'qituvchi bo'lib ishlagan, minglab shogirdlarga bilim bergan. Uning ish staji minimal talablardan ancha yuqori bo'lganligi sababli uzoq staji uchun qo'shimcha pensiya ustamasini olish huquqiga ega. Bu uning oylik daromadiga sezilarli qo'shimcha bo'lib, uning fidokorona mehnatini e'tirof etadi. Bu ustama uning xizmat ko'rsatgan yillariga proporsional ravishda hisoblanadi va unga qo'shimcha hurmat va qadr-qimmatni olib keladi. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq jihatlar mavjud.
Ularni bilish sizni yo'qimsiz kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Qoidadan istisnolar harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari. Ushbu toifadagi fuqarolar odatda o'zlarining alohida pensiya ta'minoti tizimiga ega bo'ladilar. Ular uchun pensiya hisoblash va to'lash qoidalari umumiy fuqarolik pensiya tizimidan farq qilishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda agar ular harbiy xizmatdan keyin fuqarolik ishida ham ishlagan bo'lsalar, umumiy pensiya tizimining ayrim elementlari ularga nisbatan ham qo'llanilishi yoki ular bir necha turdagi pensiyalarni olishlari mumkin bo'ladi. Bu masalani pensiya jamg'armasida yoki tegishli idoralar bilan aniqlashtirish lozim. Nogironligi bor shaxslar, agar shaxs nafaqat pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, balki nogironligi ham bo'lsa, u nogironlik pensiyasini olishi mumkin. Qonun hujjatlarida ikkala pensiyani bir vaqtning o'zida olish yoki ulardan birini tanlash tartibi belgilab qo'yiladi. Odatda fuqaroga qaysi pensiya miqdori ko'proq bo'lsa, o'shanisi tayinlanadi. Ba'zi hollarda nogironlik pensiyasiga yoshga doir pensiya ustamasi qo'shilishi mumkin. Bu masalada batafsil maslahat olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi agar fuqaro vafot etgan bo'lsa, uning qaramog'idagi oila a'zolari, masalan farzandlar, turmush o'rtoq, ota-ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqiga ega bo'ladilar. Agar qaramog'idagi shaxsning o'z pensiyasi bo'lsa, ikkalasini bir vaqtning o'zida olish imkoniyatlari yoki bittasini tanlash mexanizmlari qonun bilan tartibga solinadi. Muddatidan oldin pensiyaga chiqish ba'zi kasb egalari, masalan, yer ostida ishlovchilar, ayrim tibbiyot xodimlari yoki ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshidan oldin nafaqaga chiqish imtiyozi mavjud. Bunday hollarda uch turdagi pensiyaning qaysi biri va qanday miqdorda tayinlanishi alohida qoidalar asosida belgilanadi. Odatda bunday hollarda ham birinchi va ikkinchi turdagi pensiyalar to'liq miqdorda hisoblanadi. Uchinchi pensiya esa shaxsning xizmat muddatiga va unvoniga bog'liq bo'ladi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar, norasmiy bandlik. Bu eng katta tuzoqlardan biridir. Agar siz norasmiy ravishda ishlasangiz, ish beruvchingiz siz uchun hech qanday ijtimoiy ajratmalar, shu jumladan jamg'arib boriladigan pensiya badallarini to'lamaydi. Natijada siz nafaqat ish stajisiz qolasiz, balki ikkinchi pensiya turidan ham mahrum bo'lasiz. Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga jiddiy zarar yetkazadi. Har doim faqat rasmiy ravishda ishlashga harakat qiling. Ish stajidagi xatolar va kamchiliklar, ba'zan mehnat daftarchalarida xatolar, yozuvlardagi chalkashliklar yoki ayrim davrlar haqidagi ma'lumotlarning yo'qligi kuzatiladi. Bu pensiya tayinlanishida muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Mehnat daftarchangizni muntazam tekshirib turish va barcha ish stajingizni rasman tasdiqlash juda muhimdir. Agar biror kamchilik bo'lsa, uni oldindan bartaraf etish uchun zarur choralarni ko'ring. Inflyatsiya va pensiya qiymati. Garchi pensiyalar har yili indeksatsiyalanib oshirib borilsa-da, inflyatsiya pensiyaning xarid qobiliyatini asta-sekin pasaytirishi mumkin. Shuning uchun faqat pensiyaga umid qilmasdan, shaxsiy jamg'armalar yoki qo'shimcha daromad manbalari haqida ham o'ylash foydali. Bu ayniqsa jamg'arib boriladigan pensiyani investitsiyalash natijasida olinadigan daromad bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Davlat odatda jamg'arib boriladigan pensiya mablag'larining xarid qobiliyatini himoya qilishga intiladi. Ammo global iqtisodiy o'zgarishlar baribir o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligi vaqti bilan yangilanib turishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy saytini kuzatib borish yoki mutaxassislardan maslahat olish orqali eng so'nggi o'zgarishlar haqida xabardor bo'lib turish muhimdir. Doimiy axborotga ega bo'lish sizga pensiya rejalashtirishda ustunlik beradi. Soliqqa tortish. Odatda davlat pensiyalari soliqqa tortilmaydi. Ammo jamg'arib boriladigan pensiyadan olingan ayrim to'lovlar, masalan, yig'ilgan summani bir yo'la olishda soliqqa tortish masalasi qonunchilikda belgilanishi mumkin. Bu masalani pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan aniqlashtirish tavsiya etiladi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak, aziz do'stlar? Endi siz uch turdagi pensiya tizimi qanday ishlashi haqida tasavvurga egasiz. Lekin bu ma'lumotlar shunchaki bilim bo'lib qolmasligi kerak. Balki sizni harakatga undashi lozim. Mana siz hoziroq qilishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar va ko'rsatmalar. 1. Hozirdan boshlang, kechiktirmang. Pensiya bu sizning uzoq muddatli kelajagingiz. Unga bugundan boshlab g'amxo'rlik qilish zarur.
yoshligingizdan jamg'arib boriladigan pensiya hisobiga badal to'lashni boshlash yoki ish stajingizni diqqat bilan nazorat qilish sizga kelajakda sezilarli afzalliklar beradi. Kichik qadamlar katta natijalarga olib kelishi mumkin. Har bir kechiktirilgan yil sizni qo'shimcha daromadlardan mahrum qiladi. 2. İş stajingizni tekshiring va tasdiqlang. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Sizning davlat pensiyangiz bevosita ish stajingizga bog'liq. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, o'z ish stajingiz haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Sizga pasportingiz, mehnat daftarchangizning asl nusxasi, shuningdek, agar mavjud bo'lsa, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, shartnomalar, buyruqlar va boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Agar sizda mehnat daftarchasida kamchiliklar bo'lsa, ularni sud orqali yoki arxiv orqali tasdiqlash uchun oldindan choralar ko'ring. 30. Jamg'arib boriladigan pensiya hisobingizni monitoring qiling. Agar siz rasmiy ishlasangiz, sizning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobingiz bo'lishi shart. Qanday tekshirish kerak? Siz har yili pensiya jamg'armasidan o'zingizning jamg'arib boriladigan pensiya hisobingizning holati to'g'risida ma'lumotnoma olish huquqiga egasiz. Shuningdek, ba'zi banklar va onlayn portallar orqali ham bu ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Muntazam ravishda hisobingizga badallar to'g'ri o'tkazilayotganligini tekshirib ko'ring. Agar badallar o'tkazilmaganligini aniqlasangiz, darhol ish beruvchingizga va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu sizning pulingiz va kelajagingiz. Har doim rasmiy ishlang. Yuqorida aytganimizdek, norasmiy bandlik sizni ikkinchi pensiya turidan mahrum qiladi va ish staji bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Doimo rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlashga intiling. Bu sizning ijtimoiy himoyangizni va pensiya huquqlaringizni kafolatlaydi. Ish beruvchingizdan barcha badallarning o'z vaqtida to'lanishini talab qiling. 5. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya tayinlashda hujjatlarning to'g'ri va to'liq bo'lishi juda muhimdir. Kerakli hujjatlar ro'yxati, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi asl nusxasi va barcha sahifalarning nusxasi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, pensiya hisob kitobi uchun zarur bo'ladigan davrlar uchun, harbiy bilet erkaklar uchun, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari ayollar uchun stajda imtiyozlar bo'lishi mumkin. Barcha hujjatlaringizni oldindan to'plab, ularning to'g'riligini tekshirib chiqing. 6. Mutaxassislardan maslahat oling. Pensiya tizimi ba'zan murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar sizda savollar tug'ilsa yoki aniqlik kiritishni istasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishdan tortinmang. U yerda mutaxassislar sizga barcha masalalarda yordam berishga tayyor. Shuningdek, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari yoki rasmiy veb-sayti orqali ham maslahat olish mumkin. Do'st va qarindoshlarning mish-mishlariga emas, balki rasmiy va aniq ma'lumotlarga tayaning. 7. Pensiyaga ariza berish tartibi, qayerga borish kerak? Pensiya tayinlash uchun siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz mumkin. DXMlar hozirda ko'plab davlat xizmatlarini yagona oynada taqdim etadi va qulaylik yaratadi. Qanday hujjatlar kerak? Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarni o'zingiz bilan birga oling. Shuningdek, pensiya jamg'armasi sizga pensiya tayinlash uchun ariza shaklini berishadi. Qanday yozish kerak? Arizani aniq, to'liq ma'lumotlar bilan to'ldiring. Agar ariza to'ldirishda qiynalsangiz, DXM xodimlari sizga yordam berishadi. Barcha ma'lumotlar to'g'ri va hujjatlardagi ma'lumotlarga mos kelishi kerak. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar. Ko'rib turganingizdek, mamlakatimizda pensiya tizimida juda katta va ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Endilikda fuqarolarimiz bir emas, balki 3 turdagi pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lishlari ularning keksalik davridagi moliyaviy ta'minotini sezilarli darajada yaxshilaydi va ularga yanada ishonchli kelajakni taqdim etadi. Davlat yoshga doir pensiyasi sizning asosiy tayanch daromadingiz bo'lsa, jamg'arib boriladigan pensiya sizning shaxsiy hissangiz evaziga qo'shimcha boylik yaratadi. Maxsus xizmatlari yoki uzoq ish staji uchun qo'shimcha pensiya esa jamiyat oldidagi fidokorona mehnatingiz va alohida xizmatlaringiz uchun munosib e'tirofdir. Bu
Bu tizim sizning kelajagingizni mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamdir. Shuning uchun men har biringizni o'z kelajagingizni bugundan boshlab qurishga, pensiya masalalariga befarq bo'lmasdan faol yondashishga chorlayman. Ish stajingizni tekshiring, jamg'arib boriladigan pensiya hisobingizni nazorat qiling va rasmiy ravishda ishlashga harakat qiling. Bu oddiy qadamlar sizning pensiya davringizni moliyaviy jihatdan barqaror va xotirjam o'tishini ta'minlaydi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali va amaliy bo'ldi. O'z kelajagingizni bugundan boshlab qurishga chorlayman. Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq shunday muhim va amaliy ma'lumotlarni yetkazishga yordam beradi. Sog' bo'ling va o'z kelajagingizni o'ylab harakat qiling.